Assalomu alaykum, sevimli aziz kanalına yaxshimi, obdan taratamsizlar. Biz o'qiyotgan Qiyat Ovchining Ahuzari degan kitobimizni o'qishni davomlashtiramiz. Bu kitob qirg'iz yozuvchisi Chingiz Aytmatov bilan qozoq shoiri Muxtor Shahonov o'rtasidagi suhbatlar asosida yozilgan kitob. Biz bu kitobning eng oxirgi bobini o'qiyotgan bugun kitobimiz shuning bilan tugaydi. Asosliq ömrümüzdeki ayollar deganning oxirgi mazmunlarini o'qiyotgandik. Hozir davomlashtiramiz. Shahonov. İnsan balası doim aqlsizligidan baxtsiz atalmaydi. Agar ayollik turmushda aqlli kishi baxtli bo'lsa, Sokrat bilan Lev Tolstoy baxtli bo'lar edi. Qaysi bir yili Moskvada o'tkazilgan she'riyat kechiligimda o'qirmanlarning o'tirib qo'ygan savollariga javob berib deb 10 million aholisi bor Moskva shahrida bir-birini ro'yi jihatdan beyitgan, tuyg'u bilan buyuk aql idriki, ro'yi poklikqa mos kelishgan ming jup ayol tepisi cho'ng g'alba degan edim. Keyin shu qizg'inlik bilan ko'proq etib saptamam nima deb o'yladim. Darvaqa chin muhabbatning zariqtirib, seg'indirib turadigan istigu vaqa ekanligini dalillab yurishning o'zi ortiq. Kishilarni sevgi qobiliyati borlar, hech qanday qobiliyati yo'qlar deb ikkiga bo'lgim keladi. Moğol nəslidən bolğan indiyalarning ataqlıq rəhbəri Cahan Şahның məşuqi Mumtaz tuyuqsuz qaza qilganda ko'chman xalqning yurtidek bo'lib qolgan so'lg'in ko'ngliga oltin kumushningmi, boshqalarni tiz buktirgan mansabningmi beli egilib, indiyalarning jalb qilish kuchi urg'ib turgan qarqat ko'zlik go'zal qizlarmi dal bo'lolmaydi. Barliqi Mumtazga yer ustida obida turg'izishga ketadi. Chin yurakdan söygan yardan ayrilgan podshoning g'amnaq ko'ngliga zarracha təsəlli bolmasdır. Şahның 19 yıl birgə yaşab, 9 bala köygən cananığa atap saldırğan Taj Mahal məqbərisi aləmnin 7 büyük möcüzəsinin biriga aylanıb, özünün til yetkisiz güzəlligi bilan köygən adamның közünü açqan peti kök asman qərida hazır qədər əmrinin muhabbətini danlap durdu. Demək, muhabbətning aniq formulası bolmasımı? Yer yüzüdə аңа turğuzulğan əskərtiş köp. Aytmatov. Unutmsam 70 yillarning oxirlarida Maryam yengam ikkimiz Moskva mehmonxonasiga tushgan edik. Shu kuni sen bizning yotqimizga kelib, qozoq naqshchi Istayning muhabbati to'g'riliq qizg'in she'r o'qigan eding. Bizning hozirgi suhbatimizning temasini shu she'r orqali avutishga bo'ladi. Ha, u she'r oshiqlik alomati deb aytiladi. Dangliq Qo'rlan she'rining avtori shoir Istay 72 yoshga kelib hayotlik bilan xo'shlashar chog'da jon talishib yaqin do'sti Nurlibekni izlabdi. 2 kunlik yiroqda turadigan Nurlibek otdan yiqilib tushib butun sindirib olganiga qaramay, harvaga yonboshlab yetib do'stining yoniga kelgan ekan. Shu chog'da ko'rsatkich barmoqdagi obdallı konrab ketken üzükni ko'rsatib, bu üzükni yerim asrdan beri qo'limdan uzmay kelganimni bilasan. Amsi qolgan asrlardim qo'limda paqirab tursin. Meytimni jo'g'an chog'da mushu üzükni qo'limdan ajratmanglar debdi. Ulug' muhabbatini kichik üzükka qaratgan bechora qo'rlanim hey deb yig'labdi. Bir qatim Yevgeniy Yevtoshenkoning uyida chet ellik do'stlar bilan bo'lgan bosh qo'shishda men mushu voqeani aytgan edim. Tuyuqsiz italiyalik haykaltirash o'rnidan turdi-da. Buningda söygüniga qo'shilolmagan shoir Istayning sig'inishi bilan zarla emas, butun bir millatning muhabbatga bo'lgan xarakteri bilan botirlik ifodalangan. Mushu Istay bilan qo'rlarni tuqqan xalqning salomatligi uchun ko'tarayli dedi. Aşu dəmdə yeşim boldu taqaşqandək ərişkə. Qeri ayol Cumusha degan ish xizmat degan gapkin. İzdəb kelib yig'ladi. Yolg'iz qizim bor edi, u hayotim chinori. Erkilatdim. Hayotimni yelkan qildim yo'liga. Yolg'iz o'zi gullab, o'zi o'ssin deb, yolg'iz o'zi kiyib, o'zi yesin deb.
Hech narsamni ayg'anim yo'q, hammani berdim qo'liga. Qizim go'zal bo'y tuzidi, o'y tuzidi boshqacha. O'y tuzidi qizg'angudek anga qeri yoshqacha. Oldi bo'ldi qizlarning birga o'sgan, umidimga baxt, qayg'u qandoqsiga mengashgan. Bika, bika qo'yibdiman erkiga. Burun tushib ketdi u tatliq suygi o'tiga. Baxtlik edim men qandoq. Qachon qizim tushkicha oshiqlikning yurtiga. İşik bakar buldum işik qaragan, kecha bidar buldum yulduz sanıgan. 3 yilda bo'ldi. Büdürçaş bir artistning bo'lib ketdi keynidan yurib anga jonijon. Endi o'xsam u itning oyliqiga qarashliq bar ayoli balasi. O'ylanishga qoydin kelar chamisi. Qizim buni bilmaydi, biladi. Bilib turib cho'chimaydi yuragi. Neni növer yigitlarni ko'ribmi, shilting etib ketmadimi qaramay. Bu qandaqdir, tog'dan topar baxtini, cho'ldan izlab xatolashgan sho'rimay. Deb ishensam, qut oldida, yo'l oldida, iziqqandek ajab qoldim buranda. Uning uchun shu budirchach artistdan ortiq kishi yo'qmidir bu jahonda. Yolg'iz uni o'ylab mas'ush armonda, uni o'ylab yig'lar uyda qolganda. Shu dam qayta jilmiyar. Mendin aşqan baxtlik kishi yo'q deb jahonda. Dava bormi, dava bormi saranga. Sirdoshmisang yaqin tutib ko'nglimni. Kechir meni sana aytdim sirimni. Sen boshqacha qadrliksan qizimga. Qadrligini yodga aytib shiringni. Sana ayan qiz ko'ngli bek nozik. Yengolmaymiz o'ktam bo'l. O'rtinaman o'sha baxtsiz odamga. Yordam qil, asti qolg'udek she'r yezib, shuni aytdi, chiqib ketdi xo'shlashib. Turib qoldim bir ozg'a munglanib. Ko'z oldimdan ketmadi chehri so'lg'in bir ona. Ko'z oldimdan ketmay qo'ydi yosh oshiq. Dan ko'targan nomi butun o'lkaga. Qahramon deb atoq olgan arbomu. Qirong'ini bu ishimda ko'rgan, ko'kdan buyuk qaysar ozmi? Savol qo'ygan tanglar ozmi? Yezilmagan zakon ozmi hayotda? Mushkulotdan qaytgan bilan chin niyat, taqdir tonini o'zi pichar oshiq dil. Dalili qurlan she'rini bilar hamma cho'ng kichik. Adoq qadam kelganda, istay do'stini chaqirtib, mundaq debdi tapalab. Ey nurlibek chirig'im, 72 yishimda to'ziqiga ilindirdi meni o'lim. Chaqirg'anga amal qancha ko'naman. Tiriklikka so'zg'an qo'l uchun o'lar kunim, muhim sening yordaming. Aytmatov. Bo'z balchig'imda o'qsammi, esimda qolgan ish kuch vaqa ko'ngil bilayli. Ulug' faylasuf Yeremiya Pantamining oshiqlik hikoyasi, ma'nan turg'unligi o'ziga xos bir she'r. U yosh chog'ida bir chiroyli qizga oshiq bo'lib so'z aytadi. Echinishlik yeri uning tiliga qarshilik uchraydi. Vaqtga davo bormi? Pantam qerib shu pit 60 yoshga kiribdi. Pantam shundoq bo'lsa-mu, yosh chog'idagi ma'shuqqa xat yezib, o'zining uningga bo'lgan muhabbatining hech mavjudligini bildiribdi. Yashinib qolgan ayol yanada uning sungan qo'lini silkib o'tibdi. Ulug' insonning shu oddiy ayolga bo'lgan muhabbati shu qadar kuchli. U bu to'g'riliq aytganda do'lqinlamay, chalg'amay, hatto ko'ziga yosh olmay so'zlamaydi ekan. Pantam 80 yoshga kirganda so'yginga oxirgi qatim salom yo'lladi. Men hozir qadar tirik. 16 yosh chog'imda sizga gul sungan chog'imda qandoq tuyg'uda bo'lgan bo'lsam, hozirmi shundoq. Ko'nglim hech bir sovg'in yo'q. Sizni yaxshi ko'rish bilan o'tgan umrimga cheksiz roziman. Xo'sh debdi. Angliyalik dangliq general Mungluq ham chin muhabbat egisi Kristof Wellington xeyli yigitning armoniga aylangan Katrina degan chiroyli qiz bilan tanishib, shirin kunlarini boshdan o'tkazadi. Ikki oshiq umr va hayot birga bo'lishga bel bog'laydi. Biroq qizning dadasi boy ham salobatli Lonoford bu ikki yurakning kelishimiga qarshi turdi. Keyin Wellington harbiy xizmat ehtiyoji bilan Indiyaga mangadi. Katrina bo'lsa oshiqini umr bo'yi saqlashga tayyor ekanligini aytib qoladi. Wellington aradan 30 yilni o'tkazib qaytib kelganda kunduz esidan, kechda tushidan chiqmay sig'ingan Katrinani taniyolmay qoladi. Chechak chiqib qizning chiroyli yuzi qo'ruq, to'shuk, odam qo'rqidek darajada ekan. Katrina yig'lab turib so'ygan yigitiga ruxsat berdi. Biroq Wellington o'z va'dasidan yanmay, dog'dog'liq to'y qilib uni amriga oladi.
Menimcha, bu ikki voqeaga hech qanday tushuntirish berishning hojati yo'q. Shaxonov. Bizning asrning 50-60 yillari Sharq Yevropasidan boshlangan jinsiy erkinlik degan itimisat, o'zimisat bir to'qini la'nat dunyo yuziga qanotini keng yeyib kelyotidi. Bu kishi qalbidagi nomus degan tuyg'uni galpichoqda bo'g'izlab o'ltiradigan, qop-quruq tanxumarlikni yeyitishga cheksiz mumkinchilik beradi. Va u go'zal ideya bilan oldingi madaniyatning hayoti qatorida ko'rsatilgan davr borliq keltirgan xavfli illat. Ras. Olimlarning aytishicha, odam o'z organizmi bilan psixologiyasini bir qalblik darajada tutib turish uchun eng asosligi 3 rozichilik to'g'ri kelgan. Birinchisi tomoq yeyish, ikkinchisi uyqu bilan ko'tarangi ruh, uchinchisi muhabbat yoki jinslik munosabat. Kishi tomoqdan ayrilsa, yashash iqtidorini yo'qotadi. Uyqudan huzurlanmasa, ko'ngil xush bo'lmasa, psixologik dardga qoladi. Sevgi bilan jinslik munosabat o'ngsizlik uchrasa, odamning mijoz xulqi o'zgaradi. O'z o'pchörisiga bo'lgan ko'z qarashi sovib ketadi. Ish qurbati ojizlaydi, nervlari charchaydi. Demak, muhabbatni ilgirki zamon donishmandlari odamning hayotiga bo'lgan muhabbatini, qizg'inligini oshirgan cheksiz o'lchamli kuch-quvvat beg'ishlovchi hayotning eng yaxshi dorisi deb bilgan. Biroq bu tuyg'u bilan nomusdan, yer sharini krizisdan omon saqlab kelayotgan odamgarchilik ro'yi aql farosatdan yiroqlashmaslik kerak. Yer yuziga odam bolalari har xil tillarda so'zlagani bilan bir tilda xush bo'lib, bir tilda qayg'urib, yana bir tilda oshiqiga sevgi izhorini bildiradi. Atab aytganda bu sohada hamma kishiga bir nishon, palla, maqsad bor degan gap. Balkim hayot alayliklarga yarasha biroz egizpaslik bo'lmay qolmas. Unutmasam, Amazonka orolini makon tutgan bir qabila deyman. Kishilarning bir-biriga qarab o'tirib tomoq yeyishi bekmi nomus deb sanaldi ekan. Uningdan boshqa nima qilsam nomus emas. Balkim jinsiy erkinlikning yetakchilari o'z ideyasini mushu qabiladan olgandi. Qandoq desakmi, odam bolasining hayotidan or-nomusini qo'g'litishga qiziqish va uning ko'plagan mamlakatlarda xil hukm surishi bizning asrimizning cho'ng xatoligi. Hozir olimlar orasida ikki turli fikr bor. Birisi yer yuzida cho'chakka aylangan ulug' muhabbat tuyg'usini xuddi anqa tuxumidek kelmas ketdi deb azoblansa, ikkinchisi yo'q, bu vaqtlik ko'rinish. Odamzod o'zining asosiy kuch-quvvat manbasi, sevgi pallasiga qayta keladi deb ishondirdi. Aytmadi. Ha. 20 asr odamzodni ikki qatimliq dunyo urushi bilan o'zichil daryo qon to'kishlarga, atom yadro tahdidlari bilan yer tevrashlarga, olamni bo'ysundirish bilan fan texnikalik qutuqlarga isbot qilib qo'yg'ini yo'q. Shuning bilan sonsiz yillar avlodlar ilgikidan o'tib, she'rdan kelgan ro'yi boyliqdan boshqasi, odamgarchilik xosiyatlarining ko'nirishiga, hayotni ezib ketishdan saqlab kelayotgan ulug' muhabbat tashnaligida beadab qiliqlarni zongli qilish obyektiga aylanib qolishiga yo'l berdi. Menimcha, bu insoniyat jamiyatiga atom yadro inqilobidan keyingi eng zo'r xavf xatardir. Endi 5-chi erkak degan she'ringni o'qisang bo'g'dek. Sening bu nodir asring menga zo'r ta'sir ko'rsatgan. Shuning bilan suhbatimizni oxirlashtiramiz. Shaxonov. Nomus bilan mavjud bo'lgan diyorda dunyoga ko'z ochirg'ini sen olibdir. O'tirarda mening tug'ilgan yerimda mundoq bir rivoyat saqlanib qopti. Yurak bilan mustahkam toshni ezib, hunar, o'yi atropliq Berna yorqin yosh yigit el rizqini chechib o'tgan, qattiq kelgan ofatdan jinini atab ana yerni qo'g'dabdi. Tabiat ulug' ana o'g'longa so'z aytibdi suyunib. Mundan ortiq bo'lish uchun tarafing, o'g'lim sana 3 boyliqni nishon qilib ko'raman. Insof kerak davlatga ham baxtga. Birini tanla faqat yana har bir sizda o't turar, elga qanot qaqtirar. Azobimi ko'p emasqu tanlasang, eldan ortiq aql beray xohlasang. Qiziqqanlar ko'ptir go'yo chechingdin, ko'rgan kishi ketalmaydi qishingdin. Qizg'anchoqlik paydo qilur tanlasang, eldan ortiq chiroy beray xohlasang. Untug'zib dunyoning bu torlig'ini, bir xil sehi yaxshilarning borlig'ini, chaqirganda dasturxonning boshiga, hatto yovmu aylanadi do'stiga. Ami bo'lur arq terek tanlasang, mard mijozni ato qilay xohlasang. Shunda yigit mushundaq debdi. Ah, qudratlik makonim. Menga qilgan himmatingni qandoq ado qilarman? Kamarlardan teshib chiqib quyilaychu saylaga. Shuning bilan elni qo'yib, ikki ocha o'ylaga. Tatliq ham qizg'in til bilan so'zlagan.
Qaytmaz tentek əgiz suğa oxşaymanğu bəzida mən. Yorğu yıllar yelkemge eğir yükni atmamdı. Galvanlıqım, bexutluqum, osonliqim bor texi. Öz-özümge bir muammo kishiman. Bir kun so'zsiz ma'nisini topaman. Ishonchim bilan, shundoq, kechirim bilan qaraydigan ko'z topmasam. Qayda u ko'z? Yolg'on bilan umidvor bo'p o'zimni ko'p aldadim. Qalb uyim, tenim, qenim, xajlansin bor melim. Özün aytgan üç boyliqni dilga aylab mujassam. Bir pakyani yo'liqtirsang bo'lmas idi armanim. Qani, kimning qut yulduzi yonar ekan o'ngidan? Shu yigit armon qilgan Nozininning keynidan. Sonsiz erkak yilg'icha shuni o'ylab keladi. Birsiningla mumkinligi ko'p edi. Mard pak yorqin yigit xo'p edi. Biroq uni yuraksizlik to'ridi. İkincisini chidamsizlik adashtirdi yo'lidan. Qandoq qilsin, tutdi boshqa ayollarning qo'lidan. Uchinchi erkak, g'ayratli u o't chaqnagan ko'zidan qora kuchga ishinib, yo'q noziklik sarg'aytgan. Chin mohiyati go'zallikning tub yildizi sanalgan. Yer yuzida noziklikni aman saqlash zo'r armon. Noziklikni yo'qotgan odam. Por direktor yopirmoqqa to'kilgan. To'rtinchi erkak kerak chog'da tavakkul qilib boqmadi. Yerim yo'lga yetmay turib sundi uning armini. Hozir kelgan taqdirga qarshiliksiz ko'nar u. Faqat 5-chi erkak qo'g'lab yetishga ishinadi u. Endi keyni-keynidan dil to'lsimi dard xunga, qat'iy ishonch aylanmasin o'yinga. Shu 5-chi erkak eng baxtli erkakning armon qilar edim bo'lsam deb to'yidi. Aytmatov. Ha, sening 5-chi erkak degan she'ringdagi 5-chi erkak baxt peshonasi nurlangan qaysi yigitning peshonasiga yezildikin? Mushu armonni olam bino bo'lgandan buyon birining o'rnini bir almashtirgan sonsiz million kishilar hozir qadar qo'g'lab kelyapmamdi. O'ziga mijoz xulq kelishgan, halol yani tepish qachon bo'lmasin yigitning mangulik armoni bo'lib keldi. Ham bo'laverdi. Haqiqiy sevgi har vaqt zo'r talant. Kundalik oddiy turmushda o'rinsiz, yuraksiz va tussiz o'mashdek tetimsiz kishilar qandoq ko'p bo'lsa, muhabbatmi shundoq ko'p. Tuyg'u bilan ishonch pallasining buyuk cho'qsiga oddiy bir kishining chiqarishimi shuningdan iborat. Odam oti bilan havo anadan boshlab, birda xo'sh qilib, birda qayg'urib, birda umidvor qilib, birda umidsizlantirib kelayotgan sevgi degan favqulodda qudratli bu kuchga kimmi ustadlik qila oladi? Har bir odamning o'z ko'zi bilan ko'rib, o'z taqdiri bilan tushunishiga bo'ysunadigan bu buyuk tuyg'uning o'pcho'risida bizmi ayollar masalasi to'g'riliq yo bo'lmasa hayotning agar to'qay yo'llarida yo'liqqan farizatlar to'g'risida o'z ko'z qarshimiz bilan tanishimizning saviyasida ko'ngillik sirdoshdik. O'rkashlanib, do'lqinlab kelib qirg'oqdagi xoda tashqa so'qilgandan keyin qiniga tushadigan bo'ronliq dengizning do'lqinlaridek qancha yillar yavaşlab, yolqin o'ti besqib kelmas ketibdi. Keynimizdan ömür dengizining umid do'lqinlari qarshi selib, mangu yangi, yavoyi qanotliq avlod kelyotidi. Iloyim, bizga egiz ko'ringan cho'qqilar ularga past bo'lsin. Biz so'qilgan tumanliq, gumonliq xoda tashlardan ularning hayot kemisi saq o'ssin. Biz yetolmagan maqsadga shular yetsin deb tilayli. Amin. Bu kitobni tugidi oxiri. O'qib bo'ldik. Shunday qilib, eng oxirgi bobda nima haqida gap bo'lindi? Asosliq muhabbat, oila haqida gaplar bo'lindi. Endi bu yerdagi ko'z qarashlar shoir bilan yozuvchininki o'zining ko'z qarashiga vakillik qiladi. Buni to'g'ri ko'z qarash yoki bo'lmasa bizga mos keladigan ko'z qarash degili bo'lmaydi. Shunaqa. Oila intayin muqaddas bo'ladi. Muhabbat shundoq. Biz davomli muhabbatni, oshiqni, sevgini o'tga o'xshatamiz-ku. Endi ximiya darsida shu to'liqsiz o'rta maktabdan o'tadi. Ximiyada o't elishning ikki asosiy sharti bo'ladi. Bu ikki asosiy shart nima degan vaqtida birisi ashu kuyadigan yenish nuqtasi deymiz, ashu gradusga yetish kerak. Masalan, o'tni yoqsaq, ashu yiqiladigan shu qiziqlik ashu darajaga yetish kerak. Ikkinchisi, u yerda bu o't kuyalaydigan, yolqinlay oladigan bir havo va muhit bo'lish kerak u yerda.
Mush tecrübexanda tecrübe işlegen vaqtımızda yaqında sport lampası kuyuvatqanda şaqqıda üstüne yipipli qo'ysak, o't lappada o'chdi. İnsanның qalbiga nima shaytonlar kirmaydi, nima o'tlar tushmaydi. Hamda to'y qilishdan burun, oilasi, bolasi bo'lishdan burun, bo'pti, tushibdi, mundaq. Lekin oila bo'lgandan keyin, bolalar bo'lgandan keyin, ashta o't tushib qolgan vaqtida qanday qilamiz? U o't tushib qopti. Onunğa heliqi muhit, uni yolqinlab yonadigan heliqi muhitni yaratib bermagan vaqtida u o'chib qoladi. Bu muhit nima? Ashundaq paranglashış, ko'rishish, uchrashish, aloqa qilish bular ashu muhitdan iborat. Bir oilada oilaning muqaddasligi shu yerda. Bizning ota-bobolarimizniki 50 yil, 60 yil ashtaq birga yashab, o'zining ota-onasi bilan 15 yil, 20 yil birga yashagan bo'lsa, ayoli yoki yo'ldoshi bilan 40 yil, 50 yil yashab, bolalarni beqib, nevarlarni beqib, heliq kooperatsiyalarni boshdan kechirib, madaniyat inqiloblarini boshdan kechirib, ocharchilik yillarini o'tkazib, onundan keyin ashundaq bolalarni beqib, cho'ng qilib, o'qitib, aqisi nevaralarini beqib, cho'ng qilib, to'yni qilib, evrilarini beqib birman deb turayotgan ular bu paxpax shoirlardan. Bu yerda hargiz bularni deyapmayman, ha? Mushtaq söygü ulug' muqaddas deb qo'yib, o'zi söýüp olgan xotinni tashlab qo'yib, yerdagi ko'rib qolgan yurkiga o't yoqayotgan miyadagi qandaqdir söýgüning keynidan kessa, yana bizning ota-onalarimiz, bizning bobo-momlarimiz netchasi ulug' degan gap. Biri og'zida quruq gapni qiladi, yana birisi uni hayoti bilan yashaydi degan gap. Oila muqaddas. Oila qurilgandan keyin o'zining shaxsiy bir kishiligidan inson olqib ketadi. U mas'ul bo'ladigan jo'risi bo'ladi. U mas'ul bo'ladigan oila, bolalari bo'ladi. Mas'ul bo'ladigan ota-onasi, qo'shni-qo'lim, mayli-qo'y bo'ladi. Bekkaga masalan deydigu, Chingiz Aytmatov ajrashib ketsa, uning xizmatiga, ish o'rniga xalq oldida obrazliq ta'sir etadi deb o'ylab, heliqi bo'lsari unimabdi ekan-ku. Jamiyatning buning qarta bir ijtimoiy umum nazorat kuchining paydo bo'lishi bekor emas. O'zining oilasini joylab yurtamagan, o'zining oilasini joylab bir ish qilamagan kishi qanday xalqning orasida cho'ng ish qila oladi? Mushta qaraydi. Bu nihoyatda to'g'ri. O'ziningki havaslariga, o'ziningki ashundaq qalbining ashundaq yuguruk otlarga yugan selib yo'lga tushirishni bilmasa, ot nega chapsa shu yerdan ketsa, u chavandoz hisoblanmaydi. U manzilga yetolmaydigan botir qahramon hisoblanmaydi. O'sha otning ustida o'ynaydigan bir balanz oldu. Kitobni o'qib bo'ldik. Men buningdan taxminan 17 yil burun o'qib ekanman kitobni. 17 yil burun o'qigandagi o ta'sirotlarim bilan hozirgi ta'sirotlarim haqiqatan jiq farq qildi. Demak, biz bundan burun o'qigan asarlarni yana qaytadan o'qib chiqqan vaqtimizda asar o'xshash, ammo biz o'xshamaymiz. Tungunki biz, bugunki biz emas. Bugunki biz albatta atidagi biz emas. Atigan qopqan holatimiz bilan oqshomgi holatimiz o'xshamasligi mumkin. Biz uchrayotgan ishlar, biz ko'rayotgan narsalar, anglayotgan, ko'rayotgan, yashayotgan, gelimizni va ruhimizni oziqlantirayotgan hamma narsalar bizga ta'sir qiladi. Kitob haqiqatan nurg'un qimmatli taraflari bor. Birinchisi, kishilarga nihoyatda suhbatlik suhbatni qanday qilishni, suhbatning lazzatini his qildiradi. Bular tarixdan, vatandan, millatidan, o'zining oilasidan, shaxsiy kechirmishlaridan, nurg'un narsalardan so'z qiladi suhbat jarayonida. Va bu keyin ratlanib, nihoyatda yaxshi bo'lgan 7 bobga bo'lingan. Har bir bobda bir markaziy ideyani cho'radigan asosdagi bir shoir va bir yozuvchining o'zining ko'z qarashlari o'tirib qo'yildi. Buning ichida yana men hozir his qildim. Men qo'shilmaydigan nurg'un ko'z qarashlar bor. Mening kallamdan o'tmagan nurg'un yerlar bor. Lekin bu yozuvchining shu vaqtidagi
O'zining shu gaplarni degan vaqtida boshqa yana uning asoslari bo'lishi mumkin. Hurmat qilamiz, ammo men hurmat qilish bilan cheklanaman, qabul qilmasligim mumkin. Oxirida shu kitobning nashr qilinishi, tarjimoni nashr qilinuvchilarning hammasidan ajrlar bo'lsin, chunki yaxshi kitob, ichidagi yaxshi mazmunlarni tanlab ola olsak. Bundan keyin yana qanday kitoblarni anglag'inglar bor, shularni inkas qismiga yozib qo'ysanglar. Yana davomli müşta birlikte kitap okusak buludu. Ben müşta kitap okuşunu başlagan vaqtimda degandim. Bizningki ana til öğrenişi yoki ana til o'qitishi faqat bizning bolalarimizning o'rganishiga bo'lib qolmasin. Bizmo ana til o'rganishni qat'iy chang tutayli. Bo'lmasa tilimizning saviyasi tövallab ketadi. Uyg'ur tili bilim tili bo'lishi kerak. Bilim tili va shu bilim texnik tili bo'lgan iqtidorni yo'qotib qo'ymaslik uchun biz butun kuchimiz bilan tirishishimiz kerak. Oilada faqat o'tiraqib va turamanga deydigan bu turmush so'zliklari va turmush jumlalari bilan cheklanib qolsak, bizning tafakkurimiz, Uyg'ur tili iqtidorimiz tuvallab ketadi. Men ashuni bek ro'shan his qildim. Shunga dastlabda shu bizning Uyg'ur yozuvchilar yozgan, ya'ni yozuvchilarmi chiqdi, lekin til ustasi deb nom olgan yozuvchilarimizning nodir asarlaridan boshlagandim. Shu Qummasqan shahar romanini o'qib chiqdik birlikda hammalar bilan birga angladik. Undan keyin mana kitobni o'qidik. Undan keyin yana yaxshi bo'lgan kitoblarni birlikda o'qiymiz. Hammalarningki oxirgacha anglaganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Bo'ladi. Keyingi yangi kitoblarda ko'rishaylik. Allohga omonat, xayr xo'sh.